أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد hurmatli savoqdoshlar biz kitobimizningki muqaddima qismida ketayotgan oldingi soatlik darsimizda shu muqaddimaninki tantaviy muqaddima birib ketib etib Muşu kitapның avtori haqidagi mazmunda to'xtaldik. Ya'ni ulamalarning ichidan o'zi tushunsa-mu, tushundiradiganlar az. Allah tushuntirish quvvati bergan ko'rinarlik tilga ilishga arziydigan ustozlardan bir qanchasi bor degan shaklda bir qancha ustozninki ismini tilga olib kelib, eng oxirisida va min hadhihi zumra من الأساتذة مؤلف هذا الكتاب الذي أقدم له يعني من يقرض أشتا مدهية لغن مختغن bir meseleni başkalarga addilaştırıp düşündüreleydiğen ustazlar tipinden, ustazlar topidan muşu men hazır muqaddim bir vatkan muş kitapның avtori ba degan şekilde gap ahırlaşqandı. Yani gap eng noktasiga keldi deb tushunsak bo'ladi. Ya'ni mush kitobning avtori shu yuqorqi so'zlaganimdek alohidlikka ega ustozlarning birisi degan mazmun hamdi. Davomlashtiraylik. Innahu ahadu al-fursan as-salasa. Bu kitobning avtori 3 chavandozning biri. Fursan odatda normalda arablar çempiyon mesela. Ma noktaga muş fursanını şıltıdı. Mesela çavandaz degan gap asli ma'nosi. 3 çavandaz yani 3 aldınғы sept turadigan ulamalarning birisi ki ellezine araftuhum telamize sigaran. Men ularni kichik o'quvchi vaqtidan qanaqa qilaman bilaman va arahumul yawm va yarahumun nas. Men bularni bugun shunday ko'raman. Kişiler şundan kuruldu yani büyük ustaz görmen deydi. Bunun birisi Aysam Attar, yani birisi Zuhair Eşşaviş, yani birisi Muhammed Lutfi Es-Sabbagh muallifu hadal kitap. Bu kitabın avtori Muhammed Lutfi Es-Sabbagh. Yani bunlar men kichigidin tunuydigan, menmi bularni çoğ büyük ustazlar qaraydigan, kişiler şundan qaraydigan ustazlarninki birisi. Dep kelib Davatudu bu adamımdı. Velem uqallibhu ba'd. Men tehici bu adamını doktor deb mında laqab yani mında nam bilen taxallusdan atmadım. Nimişqa? Çünkü bu adam gerçi doktorlarning içinde bolsumu deydi. Doktorlarning içinde bolsumu nurg'un kişiler var. Şahadetni, diplomni haqiqiy şekilde algan, haqiqiy şekilde o'qib, diplomaga loyiq bilim bilan olgan va bu diplomni haqiqatga yordam qilish uchun ishlatgan, istag'anlar foydalangan, ishlatgan degan ma'nosida. Va dammu ilayha al-ilm va bu diplomga ilmni qo'shgan, diplom bilan birga quruq emas, qo'saq. Bilim bor demakchi. Bundaqlari bo'lsa-mu garchi فإن منهم من شهادته كشهادة الزور في المحكمة. Mındaqları bolsumu ama ularning içinde doktor deb nam alganlarning içinden şunda bir kişiler var ki onun diplomi mahkemadagi yolg'on guvohlikka o'xshaydi. Yani diplomning hech bir unumi yo'q, hech bir ahamiyati yo'q. Demakchi bu odam qandoq diplom olib qolganda ular desa tadarraja aliyan fi marahil ad-dirasa hatta wasala ilayha. Asasda öylep avtomatik aliyan degan gap shu avtomatik holatda öylep qilib o'qish bosqichlarida hatto kelishib qolgan, hatto vasala. Qana desanglar, shunda bir o'quvchilar var, shunda bir kishilar var. Normal boshlang'ichni o'qiydi, boshqa bolalar bilan normal bitiradi. Sharoit yori beradi, o'rta maktabni o'qiydi. Sharoit yori beradi, to'liq o'tirni o'qiydi. Yana sharoit yori beradi, oliy maktabni o'qiydi. Bir alohida ish yo'q, ammo normal maktabda o'qigan odam yetishib ma'nolaydi emasmi? Ashta ular oliy maktabni lisans bitib bo'lgandan keyin magistrlik o'qiydi, bitib qoladi. Doktorlik o'qib qoladi, bitib qoladi. Fantaha indaha. Şu diplomning qishlam to'xtab qoladi. Vaktafa bihi
Şunlardan kupaylanıp kalıdı, ismi doktoruldu, kulda diplom buludu. Yeterli. Şu kadar yani. Bu ehvalı bunda insanlığı var. Ve saret lehu ve bu diplom unda kişiler üçün sahifeti safra bir sırık kağızlarga o'xshash bo'lib qolgan deydi. Saret lehu misla as-sahifati safra sırık kağızga o'xshash bo'lib qolganki, sizlar uning xabarini Xolid kitoblarda topsizlar. Bu Xolidlik, bu mengülük dünyada mecazi haqiqiy emas, u olsa-mu Kelila ve Demine kitap o'xshashligini, madem kitobni ham balkim bilasizlar, Uyg'urchaga tarjima qilinadilar. Madem mushuni ayblawatdi, ya'ni mushundami kitoblarni yozib yoki mashtabiy yoki mush kitobda tilg'ilingan ba'zi bir nuqtalarga o'xshash degan shaklda shunda diplom bilan ba eminati bilimi yo'q kishilarni qanaqa qilyotdi, ayblawatdi. Shunda aytdi إن بدأ كثير من الدكاترة بهذه الورقة دخلوا إلى الحصول عليها من الباب. Gerçi ki eğer doktorlardan nurgulları bu kağızni, şu diplom demekçi, başlagan bolsa, bula bu kağızga erişishga ishkidin kirgan deydi. Ishkidin degani yo'lliq bir şekilde ağaları var. فَأَخَذُوهَا بِحَقٍ yani yo'lliq bir şekilde aldı, haqiqatlan aldı degan gap şu. Ondan keyin bu diplomni ilim yo'lining boshlanishi qildi degan gap endi tahi rasmiy ilim yo'liga kirgan holatda bo'ldi. فَثَابَرُوا عَلَى الْمَسِيرِ فِيهِ وَالصُّعُودُ فِي مَدَارِجِهِ Şu ilim yo'ldagi musofalarda bular uzluksiz davom qildi. O ilimninki palampay bosqichlarida o'rlashni uzluksiz davom qildi. Sabara degan gap ching turib davom qildi degan ma'noda. Mundaqlari bo'lsa-mu, nurg'un doktorlar mana shu shaklda qanday qilsa-mu, bu doktorlikni olsa-mu, fa inna minhum ularning ichidan shundoq bir kishilar varki, kechida derazadan kirgan, eshikdan emas. Bu diplomlarga batil yo'llar bilan qanaqa qilgan, erishib olgan. Ya'ni diplom qilish uchun o'zi haqiqiy o'qib, bilim bilan erishmay, shu oq yo'llar bilan, u yo'llar bilan, bu yo'llar bilan erishib olganlar bor demakchi. Ammo Sheyx Muhammad Sabbagh faqat nala Amma Şeyh Muhammed Sabbagh maktabının abturun demekçi. Bu diplomga ilimden, şu diplomdan bihacet kılıdığan derecede ep boğandın kin erişken. Fakat nalaha şununla erişken ba'dama hamele minel ilim yani ilimden ep boğandın kin, nime boğandın kin ma yugnihi anha. Bu ne? Şu diplomdan bihacet kılıdığan derecede bilimni ep boğandın kin. Yani demek çok ne? Diplomga layık yeterlik bilim var demekçi. Şeyh Muhammed Sabbagh başka o'quvchilar maktablarda o'qigandek universitetning oxirgacha o'qigan, Shamdagi shayxlarda o'qigan, faqih mufakkir Şeyh Salih Aqqatqa hamroh bo'lganligini shuning qildi o'qigan. Endi shuningdek bizning qarindishimiz doktor Aminul Masri rahimahulloh shunday qilgan. ذهب يطلبها وهو عالم أزهري bunu şu diplomni almoqchi bo'lib azhari olim turib aqlliq o'qituvchi turib diplom ag'ilib olgan. Endi bu ish ko'lan demakchi. Bu ish ko'lan diplomga nisbatan da bilim bor. Diplom bularning faqat şu kelgusidagi yo'llarini achish uchun elayotgan narsa, amaliyot diplomga ehtiyoj yo'q demakchi. Shunda bo'lgandan keyin فكانت الدكتورة للمصري وللصباغ İşte ustadın gibi nakıl demez mi? Bu Masri, Ustaz Masri, Emin Masri ve Muhammed Mustafa Sabbaghi bu işkeylen üçün diplom bunun dastıkhanedeki bir tatlık türümge okşaş olgandaydı. Fekânet doktora yani sizip göztüp koya ya fekânet doktorluk Masri üçün ve Sabbagh üçün bir parça tatlık turum bo'lgan dastıkhanedeki. Ne demek ki savaqdaşım şeyde dastıkhandagi tatlık turumda? Dastıkhanda asosiy tamoq bo'ladi. Hammalar bilasizlar asosiy tamoq degan qo'saqda yozilgan tamoq. Asosiy tamoqning sirtida bunda chakko qo'shimcha tamoq bo'ladi. Qo'shimcha tamoq degan bo'lsa bo'ladi, bo'lmasin bo'ladi. Madem şunda demekçi ki doktorluk diplom mavla üçün qo'shimcha tamoq. Bunun asosiy bilim ba. Doktorluk diplom bo'lsa fa biha va ni'mat yaxshi. Bo'lmay qolib qolsa
Buluğa hiç ziyan yok. Bunun bilime yeterlik bilim var demekçi. İn vücidet eğer o koşulmuş tamak o bir parça tatlık durum tepilip kalsa tehe paydası var. Nefaat diyenge paydası var ve huzur var. Ve in fuqidet eğer yokup kalsa ma darrat hiç ziyni yok ve ma cevvaat hiç aç kalmaydı demekçi. Nurgun doktorluk var deydi. Nurgun doktorluklar var ki dastıkhandaki asası ama nan deyen gap Arap dilinin asası tamak emas mı? Asası tamak ve bunun asası şorpысы, idam deyen gap, şorpu deyen gap, asası tamak demekçi. Ondan başkası yok degeni bazı bir doktorluğu var. Şu diplomdan başka hiç bir nesisi yok kulda. Mağmunda emas diplomdan başka bilim var demekçi. Hem düzümüzden gepek gelelim de arkadaşlar. Ulumul Kur'an mimma yenbaghi li kulli muslim mutaallim en yetteli'a aleyha. Ulumul Kur'an her bir okuğucu Müslümanın ki ügünüşke tigişlik mezmulladın birisi. Yani sizip köstüp koya. Ulumul Kur'an her okuğucu Müslümanınki şuningdin xabar tepişi tegishlik bo'lgan mazmunlarning qatoridan yoki shuning o'zini xabar topmasimi ulumul Qur'onning masalalarininki javhiriga xabardor bo'lishga tegishlik mazmunlarning qatoridan. Endi kibriyat tiliqi javhar deb tarjima qildim. Asli gungurt yog' degan gap. Balki bilasizlar bilmaysizlar. Bir gungurt meyda bir moy var, bir javhardan chiqarilgan shuni demakchi. Vel kutubul asriye fiha kathiratun vafira. Endi yangi davrdagi kitoblar, mush ulumul Qur'on haqida nihoyatda ko'p va to'liq, nihoyatda jiq. Bu kitoblarninki avtori mening qarindoshlarim. Men bularni qanaqa qilaman, yaxshi ko'raman. Bularning hammasining qadrini qilaman, qadrlayman. Ya'ni bilaman bularning qadrini bilaman. Ve şunun bilan birga guvohlik bermanki, yani ustoz Sabbagh uchun, ustoz Sabbag'ning guvohlik bermanki, ularning ziyniga guvohlik qilmasin degani nurg'on ulumul Qur'on kitoblari bor. Nurg'on ulumul Qur'on kitobini yozgan ustozlar bor. Endi Muhammad Mustafa Sabbagh bilan ularni silishtirib to'g'ri kelib qolsa, ularga qarshi guvohlik qilmasdan ma'no foydasiga guvohlik qilma. Demak, cho'g'ini men ustoz Sabbag'ni qattiq adam, nocha adam demakchi o'g'lim, boshqalarni nocha adam emas demakchi emas. Boshqalar muallim, boshqalarning kitobi yaxshi, lekin Muhammad Sabbagh bu sohada ko'zga ko'rinarli yaxshi ustozlarning birisi, kitobi noyat izl ustozlarning birisi. Shun boshqa nima deydi? Adullu may yasaluni mendin so'g'an odamni mush ulumul Qur'on sohasida qaysi kitobni o'qiymiz deb so'rab qolsa birisi, shu Muhammad Sabbag'ninki nimasiga kitobga boshlab qo'yaman. Ammo boshqa kitoblardan o kitoblarninki fazli marhamatini qanaqa qilmayman, fazlisini yo'qotmayman va uning ahlini so'kmayman. Bunda Muhammad Sabbag'ning kitobi no'j deganligim, kitoblarni nachar deganligim emas, uni binas bilmaydiganligim emas, lekin birisi mendan Mushu ulumul Qur'on sohasida eng bilimli odam kim desa, Muhammad Sabbagh deyman. Yaxshi kitob qaysi desa, mush kitobni deyman, davotidu. Chunki Sabbag'ninki kitobi mushu kitoblarninki eng yaxshisi bo'lmagan taqdirdami, ammo yaxshilarining qatoridan. Buni eng yaxshi deganimizmi, yaxshisining qatoridan. Magabning farqi tanglar. Eng yaxshisi degan gap, birinchi darajalik degan gap. Ama yaxshilarining qatoridan degan gap, yaxshi kitoblarning qatoriga kiradi degan gap. Ya'ni bu kitobning alohidaligi shuki, ijazan, qattiq ixcham, qisqa keltirilgulik, ammo fi g'ayri ixlalin, mazmunga nima yetkazmasdan, ta'sir yetkazmasdan. G'ayri ixlalligini mazmunga ta'sir yetkazmasdan va tawdihan, nayto ro'shanlashtirish, bayon qilish jihatdan zikturmaslikdan. Kitob qattiq ixcham deb mazmunga ta'sir etmaglik. Kitob masalalarni nihoyat go'zal yuritadi, izohlaydi, ammo zikturmaglik. Va fihi bu kitobda nurg'un misollar va misollar. Endi sizlarga bir savol so'ray. Shavohid nima misol deb tarjima qildim. Amsal nima misol deb tarjima qildim. Bu ikkisining farqi nima savoqdoshlar? Shavohid bilan amsalning farqi. Belki men tarjimada ikkilisi misol deb tarjima qilishim xatodir. Ama
Normalda ikkinchisi misolga qaratiladi. Şavahid qanday misal, emsal qanday misal degan vaqtda şavahid dalil sifatida keltiriladigan misal. Masalan, bir masalani o'tirg'a qo'ydi. O'tirg'a qo'yib, buning dalili masalan deb oyat, hadislarni she'r ekansa, bu şavahid bo'ladi. Mao şavahid. Emsal degan nima desanglar, bir masalani so'zlab, ondan keyin masalan deb boshqalarga tushuntirish uchun keltirsak misoldan birini bunun bo'ladi. Emsal yoki emsal bo'lish. Ikkisining farqi shu. Lekin cho'ng jihatda misol deb tushunsanglar bo'ladi. Agar tarjimada inchkilik bilan tarjima qilaman desanglar, şavahidni dalillar deb bayon qilsanglar bo'ladi. Va mimma sarrani minhu, shu kitobdan meni eng xush qildig'ini, mimma sarrani minhu, shu kitobdan meni eng xush qildig'ini nima desa, annahu, bu kitobning avtori bo'lgan ustoz ixtilofli masalalarda men haq deb qaragan mazmunlarni qana qildi, tanladi. Ya'ni men bilan bir mazhab degan demakchi. Ala qillat ilmining bilimim az olsunmi? Masalan, Qur'oni Karimninki xash shakli masalasida ki ixtilof qo'shish. Shuni tushunamizlar birodar, saboqdoshlar. Qur'onninki rasmul Qur'onninga Qur'onning xash shakli degan gapchu. Buna mesela azroq bir to'xtalib men sizlarga tushuntirib qo'yay bir 2 minut. Sizlar biz farq etemmegidek darajada bir ish bor. Chunki biz bular Uyg'urlar 90%, balki 100% desak bo'ladi. Avval Qur'on savodi chiqadi, ondan keyin arab tili o'rganadi. Avval arab tili o'rganib, on Qur'on savodi chiqmaydi. Normal biz o'rgangan arab tilininki imlosi bilan Osmani Qur'onninki imlosida farq bor. Qanday farq bor deyishinglar mumkin. Sizlar hozir o'qiyotgan qulog'ingdagi Qur'onmi Osmani Qur'on, Osmani emas deb mana ikkiga bo'linadi. Asli ko'pincha Qur'on Osmani shaklda, xas shaklini ishlatadi, ammo yaqinda ba'zi bir Qur'onlar va Osmani xas shaklda emas. Sizlar biz o'qisak ba'zi faqatmagudek darajada bor. Endi men mushu gapni deb bo'lgandan keyin Qur'onning qoidasini quloqlarga olib baqinglar, tafsirini quloqlarga olib baqinglar, farq etasizlar. Osmani Qur'onning xas shakli hozir biz o'rganayotgan arabchining xas shaklidan biroz farq qiladi. Sizlarga aqalli bir misol deb beray. Elhamdülillahi Rabbil alamin deganni Osmani xas shaklda qanday yozdi desanglar, alaminni ayn, lam, mim ya nun bilan yozdi. Alamin shaklda. Agar qulay bo'lib qolsa, men sizlarga doskini chiqarib lam yerdan yozib ko'rsatib qo'yay. Buni shu shaklda balkim qana qilishinglar mumkin, farq etishinglar mumkin. Osmani Qur'on shaklida alamin mana shaklda yozdi. Chiqyotamda men ekranda. Balkim chiqyotdi, xash shakli biroz kichikkan. Ammo yangi imloda qanday yozdi desanglar? Men hozir do'stga xat yozyapman, sizlarning oldinglarda ko'rolmadim bu xat. Yangi imloda qanday yozsanglar, alamin deb lam bilan aynning o'tirida alifdan birini qo'shadi. Mush shaklda. Masalan, alamin ustidagi yana chiqmadimi? Chiqqan bo'lsa yaxshi. Hozir men sizlarga 2 dona alamin yozdim. Ustidagi alamin Osmani xash shakldagi alamin, ostidagi alamin normal imlodagi alamin. Sizlar biz farq etmay qolamiz ba'zi vaqtda. Normal mushaf Qur'onda ko'p hollarda ustidagini ishlatadi. Ammo shu oyatning o'zini ba'zi kitoblarda naql qilib kelgan vaqtida ostidagini ishlatadi. Sizlar biz faqatmay normal gap qo'dab qana qilaveramiz, o'qiyveramiz endi. Undan boshqa yana bir misol, inna nahnu nazzalna zikra va inna lahu lahafizin. Va inna lahu lahafizun degan oyatni masalan sizlar normal oyatlarning qatoridan o'qisanglar ha nima fizun deb ma shaklda yozadi.
Ama Osmani şekilde ma şekilde yazıldı. Mesela yeni bir misal çıktı geçen. Hafizun. Ondan başka salavat ve nurgun näsler mesela. Andaki nalqı yanımda bundan keyin diqqat qilib baqsanglar, qala degan filni ba'zi yerda qaf, alif, lam bilan yazsa, hatta ba'zi yerda qanday yozdi desanglar, qaf, lam bilan qarasanglar qala. Lekin qaf, lam, alif yo'q o'tirdi. Ana mushta bir shakl va. Mushuni biz odatda normalda rasmul Qur'on deb ataymiz. Bu xili bir datalashuva jiq bir gap buchu. Xili datalashuva, xili jiq bir gap. Ba'zi ulamolar deydi, musha haqda Qur'onni nada bo'lsin, asla va asla navbatdagi imlo bo'yicha yozg'ili bo'lmaydi deydiganlar. Uch xil ko'z qarash va bu haqda-chu. Bu bir biliklar. To'g'ri emas. Burunqi Osmoniy shaklda yozish kerak deb qaraydiganlar va ikkinchi xil ko'z qarashdagilar bo'ladi. Masalan, mushaflarda Osmoniy shaklda yozsa, odatdagi tafsirlarda yo boshqa diniy kitoblarda nima shaklda yozsa bo'ladi? Odatdagi imlo shaklda yozsa bo'ladi deydi. Üçüncü xil shakldagilar yo'q, bugungi kunda butunlay odat hozirgi imlo bo'yicha yozamiz. Burungi imlo bo'yicha yozib qo'ysak, bugun maktabda o'qiganlar uni o'qiy olmaydi deydiganlar va buni inshaalloh kitobninki Rasmul Qur'on degan yerga borgan vaqtda o'qiymiz buni. Endi ma Tantaviy deydi-ki, ma Muhammad Sabbagh, mush kitobning avtori, mushu masalada men bilan o'xshash ko'z qarashdi ekan deb ma shaklda qanday qiladi da'vatidi. Ya'ni da'vatidi bu yerda gapda oxirlashmadi. Rasmul Mushaf degan shu. Gerçeklikle men sizlarga bugungi darslar uning hammini tushuntirib bo'lamiz, ammo ma'lum darajada kallangizda manda gapganda deydigan bir tunish bo'lib qolsam bo'ldi. Fallazi azhabu ilayhi min al-qadim. Men burundan boradigan ko'z qarash. Va ad'u ilayhi, shuningga boshqalarni chaqiradigan ko'z qarash. Ad'u ilayhi va ulihu alayhi degan gap ashunga ching turadigan ko'z qarash bo'lsa-mu, mushaf, yani Qur'on demekçi, o'quvchilarga va avomga navbatdagi ma'ruf kitobi yoziq bilan, ma'ruf yoziq degani navbatda ishiltib ko'ngan xashakli bilan yozilishi kerak. Madam qaysi ko'z qarashdan desa, Qur'on mayli avomga olsun, o'quvchilarga olsun, nima shaklda hozirgi imlo bo'yicha yozilishi kerak degan ko'z qarashda ekan, Sabbag'nimi mush ko'z qarashni ta'kidlagan. Bu jihatda biz nima keldik, ittifoq keldik demoqchi bu odam. Bu haqda hatta mening maqatim yozgan bir bahsim maqolamda maxsus mush haqda bir kichik temadan birisi va kitobning o'z navbati kelgan vaqtda ko'ramiz savoqdoshlar. Buning qaysi to'g'ri, qaysi xato buni ko'ramiz inshaalloh. Tamommi? Wala aqul, madem deydimdi. Buna desem, madem alaqı men bilan o'xshash fikrda demasmi? Madem deydi-ki, buna desem Sabbagh mendan oldi deganlik emas. Wala aqul, yani men bu yerda bu xil ko'z qarashni mendan oldi demayman. Wala aqul innahu akhadha zalika minni. Men bu ko'z qarashni mendan oldi demayman. Balki Ahmadullah Allahqa shuningga hamda aytamanki, Allohga shuningga hamda aytamanki, bunun ko'z qarashi mening ko'z qarashimga nima kepti, udul kepti. Shuningga hamda aytaman da'vatidir. Va laqad katabtu min qarib, men yaqinda deydi. Men yaqinda bir uzun bir faslidan birini yozgan. Ya'ni shu har haftasi O'ttur Sharq gazetida Fatwa nomida tarqatayotgan mazmunlarim ichida uzun bir fasldan birini yozdim. Bu faslini pat arada inshaalloh yaqinda qana qilasizlar, o'qiysizlar. Yani bu fasli bir kitobda mush fatvolarning hammani qana qiladi, o'z ichiga oladi deydi. Depolab yerda o'zining ma'lum ko'z qarashini qana qilyotdi, bizga tushuntirib berib davatdi. Val ajab, hayron qolarligi min ittifoq al-ulama al-an, bugungi ulamolarninki, hozirgi ulamolarninki ittifoq kelganligini hayron qolyapman. Nimasiz?
ne ular üçün kitaptın boğan bir delilsiz, kitaptın boğan bir delilsiz veya ki sünnettin boğan bir delilsiz degeni ne Kur'an'dan ne hadistin delili yok asasda ve ma'sum boğan Resulullah'tan nakli kılıngan bir delilsiz dikkat kılın ha ve la acab hayran kaldığınım min ittifaq el-ulema el-an nöbetdeki ulemalarınki ittifaq kelganligini hayran qalaman. Nima siz desa, bularninki kitobdan yoki sunnatdan yoki ma'sum bo'lgan payg'ambar alayhissalomdan kelgan bir naqlsiz, mindunsiz hech bir dalili yo'q asos ittifaq kelganligidan. Faqatla buni dalil nima ekan desa faqatla bo'lsa, imomlarning gaplari bular xatolashidi, to'g'rini qiladi. Muşta bir şekilde nimaga ittifoq keraklik desa ittifoq kelgan narsa mana u. Mushu Rasmul Osmoniyni ching tutishga ittifoq kelganligidan men hayron qolyapman. Bugun madam amaliyot mujdaman degani hozirgi davatgan gapiras. Ulamolarninki ko'p sonligi, mutlaq ko'p sonligi Qur'oni Karimninki xat shaklida Osmoniy xat shaklini lozim tutish kerak. Shu zarur deb mana ittifoq keraklik uchun ko'p sonliq ulamolar. Madem şunu eyiplayatdı. Nimde bunun delili olmaydı, bunu ittifak kıldı. Bula deydi. Bula ve hum yarawna tullab. Bula o'quvchilarninki Qur'oni Karimni o'quvchilarning Qur'oni Karimni o'qishda xato ketganligini ko'rib turyotdi. O'quvchilarning Qur'oni Karimni o'qishda xato ketganligini ko'rib turyotdi. Yuxtiuna fi qira'atil Qur'on, yuxtiuna fi qira. Mush noktada savaqdaşlar. Ben biraz üzərimdən bir fikrim var. Dedim o bayatdın. Bir yazğan bəhsdə bu haqda məlum məzmun var deb. Ma Ərəb dünyasını siz köydünlər belki Mısır qağalımı köydünlər, Saudi tutub baqqalımı köydünlər. Xalqның balları da məxsus Qur'an savadını çıxamaydı endi. Məktəbə beriblər, məktəbdəki şu ərəb dili qiraat dərslərindən öyrənirdi. Andakin Qur'andan aldığı gəp qalsa, bəlkə oxuyamaslığı mümkün, toğramışlarını degəndək. Madem dağıtıdı, bula hemmesi Resmil Osmani'ni çın tutku ittifak yaptı. Halbuki bula ve hum yaravne et-tullab okuyucularının Kur'an okuşta hatalaşkalarını körüp durvatıdı. Allah subhanahu ve taala Kur'an'ı metlu çürgen, mektup emez. Kur'an'ı okuluduğun kıp çürgen, yazıldığın gepmez. Yani yazık, perzemez demekti madem. Yazıkның şeklinin manda koyduğun ölçemi yok. Qaysi xil shaklda to'g'ri o'qisa, shu xil shaklda yozsa bo'ladi deydi. Va aujaba alayna bizga deydi. Ba'zi holatlarda, masalan namozda shu Qur'ondan ma'lum bir shaklni o'qishni vojib qildi, ammo bizga manguga abadanligini hech qachon Qur'ondan yozishni farz qilmadi, vojib qilmadi. Hattoki taxe cho'ng ustozlarninki birisi, dangliq muhaddislarning birisi onun ismi yukarıda ötüp ketdi. Neçqur ilgirisinde dedi ki bunu yeziş tevqifi. Tevqifi degan gap diniy jihatdan belgilangan, vahiy jihatdan belgilangan ish degan gap. Tevqifi degani. Manda deganlar muva deydi. Madem hamdalaqi bu noktadan üzninki nimasini tarafini bek kuchlandirdi. Ma kitobda mutaxar maxsus Resmul Osmani deb bir nim bor, maxsus bir bobdan birisi bor. Bu yerda sizlar qaro qilib o'tmanglar. Qaysi xil shaklda yazış kerak degan noktada. Fakat madanın fikrini deb ütüp ketib qoldik bu yerda. Bunun taxi rasmiy bahsini inşallah şu babga kelgan vaqtdan haqqini birimiz juma. Meyda faqat bu odamninki degan gapini, mush odamning fikrini asos qilib turib deb ütüp ketib qoldik. Men sizlarga bir gapni qilay savoqdoshlar. Sizlar bir nima o'qiyotgan vaqtingizda kitob o'qisanglar, ulamolarninki da'talashlarni anglaysizlar. Birisi onu deydi, birisi bunu deydi. Sizlar bir o'quvchi bo'lish sifatinglar bilan, kalangda ma'lum darajada bir nima so'zladam deganki, bir fikr oladi sizlarga. Ya a'ning fikri oladi, ya ma'ning fikri oladi. Sizlar shu fikrlarning ichidan bir fikrini qo'llaysizlar har holda. Endi sizlarga insofli o'quvchi bo'lishning bir shaklini men sizlarga deb beray. Insofli o'quvchi bo'lishning bir shaklini men sizlarga deb beray. Kallanglarga bir fikrini o'rnatib olib turib bahs yurgizmanglar.
Unda qilsanglar, masalani bahs qilayotgan vaqtinglarda insofsizlik qiladigan ish bo'lib qoladi. Kallamada bir fikr o'ylagandan keyin bu fikrning qarshisidagi kishilarning dalilini pastga bossizlar. Sizlarning fikringlarga uyg'un dalilni ko'tarsizlar, ashadin insofsizlik chiqadi. Shuni qanday qilish kerak desanglar, sizlar bir necha xil fikrga oldinglar. A bir narsa deydi, B yana bir narsa deydi, C yana bir narsa deydi. Sizlar A'ning fikriga olganda, bütün A'ning cho'ng kichik bütün dalillarini qizib chiqaringlarki, xuddi sizlar A bilan bir sapda ide, xuddi bir sapdek. B'ning fikriga kelgan vaqtda B'ning fikrini qizib chiqaringlarki, buning dalilini ash yipidan yengizqicha izlamanglarki, xuddi sizlar B bilan bir fikrdigidek. Senin fikri kelgan vaqtda sizlar C tarafda turib, bütün fikrlarni qizib chiqaringlar, xuddi sizlar C bilan bir sapdikidek. Endi 3 fikrini haqiqiy haqqini bilib turib izlangandan keyin eng oxirida qarab boqinglar. Kimning dalili kuchli bo'lsa, shuni tutinglar. Mau insof bo'ladi bir izlangichi o'quvchiga nisbatan. Shunga hozir demoqchi bo'lganim shu. Bayatning haqida Tantavininki Rasmul Osmani haqidagi degan gaplarini Tantavi tarafda turib, masalan, kuchab bir narsa deyapmiz ya. Endi o'z joyiga borgan vaqtda yana boshqalarning fikrini bor u yerda. Boshqalarning fikrini kuchab deymiz. Eng oxirisida zodi kimning dalili kuchli, kimning fikri eng to'g'ri, uni shu vaqtda qarab beramiz. Hargiz mana hozir ma Tantavininki degan gapini asos qilib turiblar, qanaqa qilmaymiz, hukm qo'ymaymiz, kallamizlar. Mana bo'ladi yo deblam devatmaymiz. Ma'u bir izlanguchi, bahs qiluvchi, o'quvchiga nisbatan eng insofli to'g'ri yo'l deb qarayman, xususan men. Va ana lam afham ila al-an, madam targib tugumida, ma ba'zilar Qur'oni Karimning yozig'ini tavqifiy deb demasmi? Qur'oni Karimning yozig'i tavqifiy degan gap, yoziq Rasululloh Rasulullohning vaqtida vahiy tarafidan belgilangan, o'zgarish ko'may degan gap. Madam hamda buni nisbatan og'ir darajada raddiya beribdilar. Tushunmaganligini ifodalab davatdi. Men hozirga qadar bu gapning ma'nosini nima buni tushunmadim. Chunki tavqif degan gap, vahiy degan gap Qur'onni o'z vaqtida yozgan kishilarga vahiy qilinmaydi. Vallazina kanu yaktubuna la yuha ilayhim. Qur'onni o'z vaqtida mushafni yozgan kishilarga vahiy qilinmaydi. Vallazi kana yuha ilayhi, vahiy qilingan kishi bo'lsa faqat Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bo'lib, u yozolmaydi. Qanday qilib yoziq tavqifiy bo'lib qoldi? Qanday qilib yoziq vahiy orqali belgilangan bo'lib qoldi? Buni men tushunmaylik deydi. Depolab haza gap shu va fil fatwa bu haqdagi fatvoda nurg'un dalillar va la majala al-an li zikriha. Hozir uni so'zlashning o'rnimi emas, o'rni yo'q. Ala anna al-ustaz uning ustiga ustoz Sabbah Alloh ko'p mukofotlarni bersin, bu temaga o'zining haqqini to'liq berdi. Vaffa hadal mavdu haqqahu degan bu temaga to'liq o'zining haqqini berdi. Fa afada fihi buni to'liq so'zlab, mukammal bir shaklda so'zladi va afada to'liq ifodaladi deb ma tarafini alohida maqtab qana qildi, o'tib ketdi Tantavi. Ve min mezaya hadal kitab, yani bu kitapninki alahidliklerinden birisi, lem yeda' muallifuhu fihi gamidan illa vaddahahu. Bu kitapning avtori bu kitapta tutuq bir mezmunni qo'yib qo'ymay izohladi. Ve la şey'en yeta'assaru fahmuhu ala tullab illa sharahahu. Ve tushunish o'quvchilarga qiyin keladigan hech qanday bir mazmunni qo'ymay şerahahu, onu şerhiledi. Neticede, fekanedeki fe neticini ifadeleyin. Neticede, bu Abdur'unki bu kitabı til, yoki edebiyat noktasında olsun ayrı paydalı bir kitap oldu. Yani okurmenlerge şu kitap yazılgan temizdeki ehemmiyetinden başka. Bu kitap Ulumul Kur'an hakkındaki kitap. Ulumul Kur'an'daki ehemmiyetinden başka til, edebiyat cihetimi nayet güzel paydalı bir kitap oldu davatıdır. Ve min mezayahu ve bu kitabın başka alahidliklerinden birisi yana innehu innaqala an kitab ma kitap eğer bir kitaptan nakıl alsa
bir mazmuni naql olsa, dallal qari'a alal juz'u was safhal manqul minha. O'quvchini shu naql qilingan parcha kitobning manchinchi tom va manchinchi badda badga boshlab qo'ydi. Alaqa boshqaligini o'g'irlamadi demakchi. Fa'arrafahum bil maraji. O'quvchilarga marja'larini bildirib qo'ydi. Marja'larini bildirib qo'yish bir bilim deydi. Bilim bo'lib, rubbama ahsa ba'dul bahisin. Hatta bu bilimni maxsus ba'zi tadqiqotchilar kasbiy taxassus olarak qana qilgan, o'rgangan deydi. Ondan başqa bu kitabın alayetliklerinden birisi haqqaqal ahadis ve bayyana darajataha. Hadislarni tahqiqladi, hadislarning darajasini bayon qildi. Hamda zamonimizdagi asriya degan gap zamonimizdagi kitoblarning ko'pinchisining opiti, zamonimizdagi kitoblardan ko'pinchisining opiti bular innahum o'z kitoblarida hadislarni akiladi, yusbitun degan gap akiladi. La yetebayyenune derecetaha. Hadislerinin derecesini bayan kılmaydı. Ve la yusammune mahracaha. Hadisni tahriş kılgan urullarını tılgımı anmaydı. Ve la yetesebbetune min sihhatiha. Ve hadislerin sahihliğini hem kadar iniklamaydı. İşte bir çatak ahvallar bugün günde köp. Lakin ma kitap del eksçe nayet güzel iş kıldı o cihette demekçi. Ve ercu minhu lemma tekelleme fil i'caz. Endi men maktabning abturidan mo'jizlik haqida so'zlagan vaqtida ustoz Himsining kitobiga ishorat qilishini umid qilaman. Bu ustoz Himsi g'a bizning shayximiz Shayx Bahjadil Baytar muqaddima yozib bergan. Bu kitobni Majma'ul Ilmi Dimashqdagi Majma'ul Lugha al-Arabiyya degan majma qana qilgan, buni bosgan. Chunki iz lakhasa fi hadal kitab. Çünkü bu Şeyh Ustaz Himsi'nin bu kitabida Ustaz Himsi avvalgi ikki mazhabni xuloslagan deydi. Qaysi ikki mazhab buni haqida desa, mo'jizaninki sabablarini bayon qilish haqidagi ikki mazhabni xuloslagan. Va kuntu arju, ya'ni men bu odamdan, Sabbag'dan Şeyh Sha'raviyga ishorat qilib, shuning kitoblaridan naql qilishni umid qilaman. Ve Şeyh Sha'raviyga Allah subhanahu wa ta'ala tefsir haqqidagi so'zni bergan iqtidorga ishorat qilishni umid qilaman ve mo'jizlik yo'llarini bayon qilishdagi iqtidoriga ishorat qilishni umid qilaman. Innahu u Sha'raviy bo'lsa-mu yaji'u bima lam yusbaq ilayhi ve lam yulhaq fihi. Ajoyib bir ta'riflagan ham edi. Şeyh Sha'raviy ne undan ilgari qilinib boqmagan ve ondan keyin mo qilinib boqmagan bir narsalarni epkiladi deydi. Men inchkilik bilan tarjima qilib beray sizlarga. Innahu yaji'u Shayx Sha'raviy epkiladi. Bimadagi ba bilan yaji'unun bo'ladi, mutaaddi bo'ladi. O epkiladi. Nimani? Lam yusbaq ilayhi degan gap Sha'raviydan ilgari qilinib boqmagan mazmunlarni epkiladi. Ve lam yulhaq fihi ki Sha'raviyga ikkinchi bir adam qo'shilmagan degan gap keyindan kelmaydigan degan gap hisobda. Bundan keyin mo Sha'raviydan keyin mo bir adam qilib boqmagan bir ishni qildi. Demak, o'g'ini Sha'raviyning na ilgirida Sha'raviydak ish qilib boqqan adam yo'q va Sha'raviydan keyin mo Sha'raviyni o'qishtirib yoki Sha'raviyni do'rab Sha'raviychilik bir ish qila olgan adam yo'q. Mushunda gaplarni akiladi. Shunga kitoblarda bu Sha'raviyninki gaplarini ancha-muncha akasi ekan deyman. Mushuni umid qilaman deb ma'ni davotida ma Tantaviy. Endi ve imkanet lahu gerçi hem de Sha'raviyning mu xuddi her insanning bo'g'inidek xatolashib ketgan yerlar bo'lsin. Bu normal ahvol. Farishta bo'lib qolsa xatolashmas, ammo inson bo'lsa har qanday odam qanday qiladi, xatolashadi. Bu normal ahvol. Shu yerda deb qo'yibdi. Masalan, Sha'raviyninki havo zimindan bir parcha deb da'vo qilganga o'xshash
Tefsirilde Şa'ravi muş noktalını bek ta'kidleydi. En biyade laqima Tantavi'nin gibi bilallam yine dedi qubayatın hükmü kuvvetli olmaydı. Şa'ravi'nin bu vaqtdaki fikrini kömekçi olsanlar, Şa'ravi'nin uzun tefsiriga, ayatning tefsiriga bağlandan keyin Şa'ravi'nin delillerini körep bakışık doğru kılıdı. Mesela siru fil ard degan ayatni tefsir qilgan vaqtda Allah Qur'onda siru alayha demi siru fil ard dedi. Fil ard deganga qilgan vaqtda fi ekiliglik hava zaminning bir qismi deb tefsir qilganlik deydi. Ve imkâne fî hâza istidlal. Gerçi bunun bir delil keltiriş bolsunmu, lekin kaide şu ki, madem dağıtı demdi. Şa'ravi yaşadı ki fil arttaki fin delil kılıdı. Fi, madem dağıtı da gerçi delil keltirgen bolsunmu, lekin kaide şu ki, nesnin karşısı da dalaletine ibret geliş yok. Ma gepli mi, murakkebrak gepli. Bu nim degen gep desanlar. Adette ma usul kitapları da Kur'an'dan düşünce eliş, hadisten düşünce eliştiki düşünceler dört türlük düşünce var. Belki usul okugalarını anlaqlaq bunu. Dalaletin nes de bir gep var, işaretin nes de bir gep var, ibaretin nes de bir gep var. Belki fi mukabeletin nes'tiki nas ibaretin nes'ini görürsetse, abid dalaletin nes'ini görürsüdü. Bunu hazır ben bir düşünürüp bulanmayayım. Ama demekçi ki, dört tane mezmun çıkıldı, dört xil bir kurulmadın. Arapça ibarenin kurulmasının dört tane. Bununki birinci derecelik orunda turulduğun ifadeleş türe ibaretin nes. İbaretin nes ki kalan üçü tenkilenmeydi. Bu şekilde derecegi bilip durumuz emdi. Madem şu gepini kodudu ki Şa'ravi'nin ağını dalaletin nesini çıkan mezmun ama bununla karşı keladigan ibaretin nesini çıkıdığan bir mezmun ba Şa'ravi mişede dikkat kılmagan demekçi baş gep yok. Doğru la ibrete bid-dalalati fi muqabalatin nas degeni nesnin karşısında dalaletin nesine itibar qilmaymiz degan gap. İbaretin nesini çıkan mezmun bayada dalaletin neske egişip başka mezmunni qata qilmaymiz demekçi. Mesela madem kelgan delilni mutsa Allah özünün kitabında iniq nes keltirip dedi es-sahabul musakhkhara beyne's-semai vel-ard. Yani asman zeminninki oturustiki boysunurulgan bulut dedi. Ma'lum ki bulut degan havada bulutu. Anda olgandan keyin mushu ayet hava ziminden emes degenge iniq nes buludu. Nes buludu. Ma'u nes Şa'ravi'nin keltirgeni ibaretin nima dalaletin nes işkisiz kip qalsa ibaretin nes asas deb bulup onun ustiga ala enne aslul istidlal onun ustiga burun keltirgen delilinin asli gayri musallem ki qayla olmaydigan misal. Mesela siz bilan bir qo'shniniz talishib qapti. Ve dava qiptiki qo'shniniz siz uning ziminda qanaqsiz, mengibsiz buni dava qipti qo'shniniz siz bilan talishib. Qulta lahu siz uning dedingizki men mening ziminimning ichida mangdayam desiniz. Arab tilida ashta gap bor deydi ma. Normal arab tilida bir yerda mengish degan ifodani ala olam ifodalaydi, fi olam ifodalaydi. Bir yerde la farq. İstimalda, normal istimalda sirtu fil ard degan söz bilan sirtu alal ard degan sözün oturdu farq yok. Şa'ravi'ninki bir yerde fiilen elanı farq qiliblikinde umanni elishi to'g'ri emas deydimdi. Ve illa eğer unda olmagan vaqtda bizninki ziminda mangdu degan gapidan ziminni ko'lab bir tushukda bir ichiga kirdi, chashqallar kirgandek deb tushunib qolsa qoladi deb ma şekilde biraz munozirga kirdi. Biz bir yerde munazırga nispeten belki bizga nispeten muhim emas, muhim bo'lgani kitob haqida bergan ma'lumotlar. Agar u munozaraga kirmoqchi bo'lsak, Şa'ravi'ninki oshaqdagi tafsirininki o'zidan qashqi berishimiz, dalillarni tafsilga kirishimiz kerak. Men bayatın deganimdek her adamninki bir fikriga berishdan oldida shu odamning fikri va uning qarshisidagi munozara qilinayotgan odamning fikrining dalil paketlarini taraf tutmasdan inchkilikdan kuzatish va andan keyin hukm qilish kerak. Andan keyin mimma yu'khadhu alayhi undan boshqa Şa'raviga ayblanadigan mazmunlarning birisi va mimma yu'khadhu ma akhadha alayhi degan gap hujum qildi degan gap, yu'khadhu alayhi degan gap ayblandi degan gap va mimma yu'khadhu alayhi Şa'raviga ayblanadigan ishlarning qatoridan birisi Şa'raviniki shu ko'z qarashga berishiki Azar İbrahim alayhisolamninki taqisi dadisi emas. Şa'ravi shu degrekchi. Bunu şu aşağı berip Şa'ravi'nin delillerini kögenden keyin hüküm chiqarish kerak. Xuddi yani shundaqla yana ashunga nurg'un mufassirlar bag'andak. Yani bunu Şa'ravi'lar emas, boshqa mufassirlar shunday berig'liq.
Nimishqa İsrailiyat bulağa ta'sir ko'rsatganligi uchun bu gapning qabul qilish hech bir yo'li yo'q. Nimishqa Alloh izqala Ibrohimu li abihi azar deb aniq uchuq oshkor keltirib bo'lgandan keyin bu gapning hech qanday dalil olmaydi deydi. Tamam, andos bu yerdan ketdik. Va mimma kuntu arjuhu min al-ustaz al-muallif. Maktabni yozuvchi bo'lgan ustozning umid qiladigan ishlarimning birisi yana lamma kataba an masir al-masahif al-Osmaniyya. Osmaniya mushaflarininki taqalgan yerlari haqida yozgan vaqtda. Masir degan gap nada zada o'rni, nada qolib qoldi bu haqida yozgan vaqtda. Yani bu yerda qisqacha bir gap qo'yay bir narsani. Osmon radhiyallohu anhu mushafdan 5 ba'zi rivoyatda 7, ba'zi rivoyatda 8, ishqib 4-5 atrofida sonini ko'paytib taqatgan. Bu taqatganda masalan buningdan Dimashq birini o'tgan, Misr birini o'tgan, Yamanga birini o'tgan deb har xil ifodalar bor. Shu kitoblar, shu Qur'onlar bugungi kunda nada degan gap, Misr degancha. Musha haqida yozgan vaqtida nima qilishini, shuningga ishorat qilishini umid qilamanki, ustoz Kavsari Dimashq mushafi va undan boshqa mushaflar haqida yozgan mazmunlarga bir ishorat qilib qo'yishni umid qilaman deydi. Tamam, gap tugadi. وإذا كان الأستاذ صباغ والأستاذ الشاويش والأستاذ شيخ ناصر الدين أمدي أستاذ صباغ أستاذ شاويش أستاذ شيخ ناصر الدين قطرلق bu ustazlar bir-birlik meselelerde Kevseri'ye karşı xilaflık qilganligi, o'xshamagan ko'z qarashda bo'lganligi bunda qilgan bo'lsa-mu, ammo bu qarshilik fala tamna'u hadhihi al-mukhalafa, ammo bu qarshilik ustoz Kevseri'ning qishidagi to'g'rini elishdan to'smaydi deydi. Demak, o'g'ini ustoz Kavsari ile nurg'un masalalarda o'xshamaydigan ko'z qarashinglar, ammo bu o'xshamaslik ustoz Kavsarining qishidagi to'g'rini qana qilishdan, elishdan qana qilsolmaydi, elishdan cheklanmaydi deb men da'vatida bo'ldim. Chunki hikmat degan mu'minninki yo'qotgan narsasi nada bo'lsa elish kerak. Men paloni masalada qarshi edim, bukun masalada qarshi edim deb uning qishidagi bir butun masalalarni hammani rad qila olmaydi demakchi. Ammo Sheyx Abdulhakim al-Afg'oniyninki musifaga kelsak, men kitobda deglikchi odamning kitobini, o'sha Osmon radhiyallohu anhuning davridan qolib qolgan mushafga eng yaqin mushafda tilga olgan bir mushaf bor, Sheyx Abdulhakim Afg'oniyninki mushafi deb atiladigan. Men kitobda mush abtur unga ishorat qiladigan bir tafsir kitob bor. Men deydi, hayotimdan bir mezgil dahran min umri degan gap, hayotimdan bir mezgil bu mushafni Osmon radhiyallohu anhuning mushafidan to'liq kuchagan deb o'ylab qana qildim, turdim. Tamam. Ve şu haqda izlanayotma hilham maziltu abhasu anhu vaqt izlan hatta ki vajadtuhu bu mushafni al-Dujininki qishda qana qildim, topdim. Ma bir jamiyatning ismi. Bular Supulanınki, Savafninki ailesining bir tarmoqi. Bular Sheyx Abdulhakimni bunda Yulazimun degan Uyg'urcha tilda tarjima qilsak ular bir adamning qishdan ayrilmay şu adamdan ta'lim elib, şu adamga ergishib qana qilsa, yashasa, shuni yulazimun bo'ladi normalda. Mushta ifodalaymiz. Yulazimun degan shaklda. Bu odamdagi Uyg'urchada lozim tutdi desak ham ta'sir bir aplashmaydi ekan bu gapchi. Sheyx Abdulhakimning qishida shuning qannimisini qiladi, xizmatini qiladi. Favajadtu maktuban bil khat. ولما نشرت مجلة العربي استطلاعا أمد ألب جورنالي مشو اسطنبول hakkında bir suratlik reportaj deydi mi? Dokulattan birini taqatqa vaqtda biz deydi. Biz Dimashq camisida camiyaninki Seynasınınki g'arb tarafidagi Seynasının Amba Gümbez'de hesapta. Bir Kubatlı Hazana degan gap Amba Gümbez'de Osman radhiyallohu anhu'ningki mushafining nimasini ko'rgan, suratini qana qilgan ko'rgan biz. Ko'rgan bu Amba 8 turukning ustida turug'liq Gümbezning ostidagi egiz bir o'yitdi, bir eg'iz o'yitdi. Malaha illa babun sag'ir. Buningki kichikkina bir ishki vatdi.
biz kichik vaqtimizda kunna va nahnu sig'ir, biz kichik vaqtimizda mushu uyda Cami Umavininki bayliq va mollari bor deb anglaytdik. Andan keyin bildikki Jamal Basha uning ishkini echib, uning ichidagi narsalarni Istanbulga yo'tkab ketibdi ekan deb mush gapni qotdilar. Mushaf haqida, Osmon radhiyallohu anhuninki musbida haqida ba'zi gaplarni qilyotdi. Endi vali sadiqina allazi huwa bi manzilati ustazna ash-shaykh Rag'ib Tabbaq. Bizningki ustozimizning o'rnidagi bir do'stimizning, ya'ni Shayx Rag'ib Tabbaqninki nayt güzel bir bahsi va mush Osmon radhiyallohu anhuninki mushaflarininki aqibati ketgan yerlari haqida o'zininki As-Saqafatul Islamiyya degan kitobida men ustoz Sabbaq mushaqni bir nima qilsin deyman deydimdi. Yeni bir gepi. Men endi ustoz Sabbaq mush tafsir ta'vil haqida so'zlagan vaqtda bir umid qiladiganim va o ikkisining o'ttirini farqlan o'xshash barobar qilgan va farqlandirgan kishilarningki so'zlarini tilga olgan vaqtida men o'zimning ojizligim, zafiyatim, bilimimning ozligi bilan turib bilgan bir narsa bor. Yani u osmi nima desa tafsir degan maqsadlik ma'noni bayon qilish degandan iborat narsani bir tilga olsa ekan, buni umid qilaman. Yani bu fasaradan chiqqan safara ma'nosi, zohira ma'nosida bu arablarning qishtamimizga tunishliq bir bab. Buni hammadan biladi. Masalan, ya Isa, Aysa, Jazaba, Jabazaga o'xshash aslisi safara, keyin fasara bo'lib, ishtiqoq sag'ir, ishtiqoq kabir, ishtiqoq akbar deydigan bir ishtiqoqlar bor. Shu shaklda ishtiqoq qilingan deydi. Agar uni fa'ala shaklda mutaaddi qilsang, fa in addayta fi'l fasara, fasara degan fe'lni zahra ma'nosidagi fasara fe'lni mutaaddi qilib, tad'if buni tashdid bilan fassartuhu tafsira desa, kashaftuhu bayyantuhu degan ma'no chiqadi. Boshqa bir ishni qilsa ekan deydi. Andan ta'vil alal amru degan so'zdan chiqqan, ya'ni alal amru degan gap ma'lum bir ish shuningga qaytdi degan ma'noda. Buni mutaaddi qilsak, awwaltuhu ta'vil deb chiqadi. Ta'vil ikki xil ta'vil bo'ldi. Ta'vil degan bir narsani birinchisi ta'vil hol degan gap masalaning, ahvolning ta'vili, yana birisi gapning ta'vili. Ahvolning ta'vili degan nima bo'lsa, Qur'oni Karim jiq kelgan. Yawma ya'ti ta'vilu degan gap buni Uyg'urshdagi sizlar tushunishlik ma'nosi desa, asli masalaninki mohiyati degan gap. Tahqiqul hol allazi yasiru ilayhi. Eng oxirida masala oydinlashadigan ishning mohiyati degan gap. Ma'o ta'vilul holda. Ikkinchisi ta'vil maqol degan gap nima desa, mush istiloh shuningda muqarrarlashgan, yana ma'lum bir sifat oyatlarining ustida gap qilayotgan vaqtida ta'vil qiladiganlar bilan ta'vil qiladiganlar deganlik, ya'ni so'zni aslidagi zohiriy ma'nosidan naga o'tkaydigan, yana bir ma'noga o'tkaydiganlar bilan ta'vil qilmaydiganlarning o'tirisini ayirish haqida gap bo'ladi. Ma'o ta'vil maqol bo'ldi. Endi biz Alloh subhanahu va taoloninki qishidan kelgan narsalar o'zbati ishonsak bu ta'vil qilinmay normal oldu. Endi ba'zi o'rinlarda ta'vil qilmasa olmaydigan o'rinlar bor, o yerda ta'vil qilamiz. Balkim ta'vil shu so'zning ma'nosini biroz kengaytirish asosida muhim bo'lib qolishi mumkin. Xuddi Alloh subhanahu va taoloninki istava alal arsh degan oyat va huwa ma'akum aynama kuntum degan oyat va endi bu yerdagi Alloh nada bo'lsanglar sizlar bilan birga deganda bil ittifoq ulamoning ko'z qarashida bu Allohning birligi, zot birligi emas. Alloh subhanahu va taolo undan munazzah, ammo ilm, basar, sam'a birligi. Ama ixtilof masala ilmi kalam, unda aqida masalalari o'g'ashqa men bu yerda bak aniq to'xtalmayman saboqdoshlar. Chunki buningki o'zining bir o'rni bor. Buning g'alaqi men sizlarga bu yerda to'xtalib tushunib olmayman sizlarga hozir. Nasulloh fa nasihum desa ular Allohni unutdi, Alloh ularni unutdi desa na'uzubillah. Allah ularni unutdi, Allah unutmaydi. Va ma kana robbuka nasiya. Shu bu ayrim bir soha. Mush sohaladimi ta'vil haqidagi masala va mush ta'vil masalasi deydi madamchi. Ta'vilga diqqat qilsa degandek bir mazmunda bir tavsiyada bo'lyotdi. Balkim la'alla mansha al-xilaf, bu yerdagi ixtilofning asosliq paydo bo'lgan o'rni nima desanglar, mush so'zlar arab tilida Qur'on tushishdan ilgarilar ma'noga tayinlab bo'lgan. Qur'on mush so'zlar mush tildan tushgan. Endi va innaha wudi'at ma so'zlar burun zimindagi inson ma'nilariga tayinlangan. Biz bu so'zlarni, Qur'onda kelgan bu so'zlarni bu bir insoniy ma'nodan tushunishimiz to'g'ri emas. Chunki Alloh subhanahu va taolo hech narsaga o'xshamaydi. Chunki xoliq maxluqqa o'xshamaydi
biz ma so'zlarni endi aslidagi butun ma'nosini butunlay chiqarib o'tib, hech qanday ma'nosi yo'q, bir narsa dalolat qilmaydigan bir narsa qilib qo'ysak ham bo'lmaydi. Endi o'g'aniki eng qisildigan, eng chatoq qolgan ahvol shu. Bu so'zlarni qanday shakl tushunmush masala. Mening kitobimda Ta'rif an bidinil islam degan kitobimda bu haqda ma'lum bir nimalar va bayonlar va gap shuni bilan oxirlashdi saboqdoshlar. Oxirida bir abzasda gapni tugatdi bu odam. Va ba'd endi gapim shu, yana jiq gap qilyapti, uni nachibat atrofida. Fama kana bi hajatin ila kitabati hadhihi al-muqaddima. Mening asli bu kitob muqaddimani yozishga hech bir hojat yo'qdi. Chunki muqaddima degan bir majhul katibni tunishtirish yoki ma'ruf bo'lmagan yangi bir bahsni tunishtirish edi. Endi ma katib bu yerdagi yozuvchi ustoz Sabbagh uning qalamining ta'sirida oshkor bo'layotgan fazli, bayonining ta'sirida oshkor bo'layotgan fazlidan bir tunishliq adam. Bu doim tilda oshkor bo'lib turdi bu bayon va u tunug'uvchilarning hammasi guvohlik qiladigan ilmida oshkor bo'lib turdi va buningdan shogirdlari foyda olib turyotdi. Bu odam ma'lumotning kengriligi, ügütüşning isilligi, tilning sog'lomligi, xatolikdan yiroqlikni o'ziga mujassamlagan bir kishi. Bu radio va ra'i degan televizor degan gap nima edi? Radio televizorlarda bir muvaffaqiyatga erishgan bir so'zluguvchi, universitet va masjidlarda, jamoalarda utuq qozongan bir ustoz mudarris, o'rnini aytdi aniq islomiy yig'ilishlarda, kengashlarda ra'in aytdi. Alohida Allah'a davet qilish sohasida uzluksiz xizmat qilib turadigan bir kishi, masalalarni izohlash va yoshlarga yaqinlashtirishga iqtidori bor, qodir degan iqtidori bor, aqidasi sog'lom, mazhabi salafiy, masalan o'zining qarinishi Isa va Zuhayrga o'xshash. Alloh subhanahu va taolo ularning hammasini muvaffaq qilsin, ularning hammasiga kuch ato qilsin va ularning o'xshashlarini ko'paysin deb Ali Tantavi o'zining kitobidagi muqaddimasini oxirlashtirdi. Biz shu munosabat bilan bugungi darsimizni bu yerda oxirlashtiramiz saboqdoshlar. Kelar soatlik darsimizdan tortib, undan keyin kitobningki asosiy mazmunlariga kelamiz. Masalan, al-qismul awwal al-Qur'on va ulumuhu degan o'ringa kelamiz. Qaysi kuni bizlar darsning oldida kitobni tafsiliy berdimaga bo'ldik, kitobning umumiy taqsimotini ko'rib o'tdik. Mushahidni boshlaymiz inshaalloh soatlik darsda. Bugungi darsimiz mushahid oxirlashdi. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.